Haval Julioni bor akalar ko'rsin yoki havali borlar to'g'rirog'i. Haval Juli avtomobiliga Euro 4 propan gaz uskunalar o'rnatib berildi. 63 tali balon joylashuvini ko'rishingiz mumkin. Polkasi shundoq tushadi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bunga 61 tali balon qo'ysa ham bo'ladi. Eng muhimi to'g'ri qismlarini shum izolyatsiya qilib beramiz. Metan ham qo'ysalar bo'ladi akalar, muammo yo'q. Amerika servisda barcha savollarga javob mavjud. O'rnatilgan uskunalarga to'xtaladigan bo'lsak, XP original reduktorimiz, Fagmit hech chiqazmaydigan shlanglar, bir marotabalik filtrimiz, mapimiz, Rail IG1 injektorimiz hamda Alex kompaniyasidan boshqaruv blogimiz o'rnatilgan. O'rnatilgan uskunalarga 2 yil yoki 40 minggacha rasmiy kafolat beramiz. Xudo xolasa 2000 km yurib kelganlardan keyin yana bitta proverka xizmatlarini ham amalga oshiramiz. Bu videoni havali bor va unga qayerda gaz qo'ydirsam ekan deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Manzilimiz Navoiy shahar, Sadriddin Ayni ko'chasi, Mo'ljal Nurbulo bozorining yonginasida joylashgan. Amerika servis. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.